Siz ichakni tozalayapman deb o'ylayapsizmi? Aslida esa uni shikastlayapsiz. Quloq soling. Ko'pchilik tozalanish deb klizma qiladi, ich yurituvchi dori ichadi yoki och qoladi, lekin bu usullar ichakka faqat zarar keltiradi. Ichak bu shunchaki quvur emas, u tirik tizim. Unda milliardlab foydali bakteriyalar yashaydi. Ular ovqatni hazm qiladi, vitaminlar ishlab chiqaradi, immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Agar siz klizma, ochlik yoki qattiq usullar bilan ularni yo'qotsangiz, organizm izdan chiqadi, energiya pasayadi, qorin og'riydi, teri so'nadi, kayfiyat yo'qoladi. Haqiqiy tozalanish bu zo'ravonlik emas, bu ichakka yordam berish. Masalan, ishqoriy suv ichakni yengil harakatga keltiradi. Kletchatka va fermentlangan sabzavotlar foydali bakteriyalarning ozuqasi. Harakat tabiiy tozalanishni qo'llab-quvvatlaydi. Shunda siz organizmingizga qarshi emas, uning yonida ishlayapsiz. Tanangiz o'zi muvozanatni tiklaydi, yengillik paydo bo'ladi, energiya ortganini his qilasiz, hazm to'g'rilanadi va teri yosharadi. Bu sehr yoki tabletka emas, bu to'g'ri yondashuv. Agar organizmingiz va ichakni to'g'ri tozalash qoidalari haqida ko'proq bilishni xohlasangiz, profildagi havolaga o'ting va obuna bo'lishni unutmang.